bolalarini baxti saodatini so'rayotgan insonga Alloh bir farishtani vakil qilib qo'yar ekanki, u farishta senga ham Alloh shuni bersin, seni ham Alloh taningni sog' qilsin, seni ham Alloh baxtli saodatli qilsin deb farishta u duo qilayotgan insonni haqqiga duo qilar ekan. Yana Sarvari olam aytibdilar, bir odam bir ikkinchi odamni g'iybatini qilayotganda o'rtada uchinchi odam, birodar, g'iybat qilmang, to'xtating g'iybatni desa, o'sha g'iybatni to'xtatgan insonga Alloh taologa fayzu baraka, kasb-u korida baraka, hayotini uzoq, tan jonni salomat qilar ekan. Qarang azizlar, yaxshilik